Rossiyada o'zbekistonlik erkak 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini qutqarib qoldi. Akaga pul beradi. Mana pul. Nima qilish kerak? Buni ma'muriyat qilish kerak. Dadasi! Dadasi! O'tiringda! O'tiringda! Dadasi Rossiyaga ketasiz. Hozir ketasiz. Borib stroyga deb ishlamaysiz. Suvarchilik ham, malyarlik ham qilmaysiz. Dvornik bo'lasiz. Mana Xayrilla tepadan bolani ushlab olib, qarang milliarder bo'lib ketdi. Siz ham dvornik bo'lib, faqat yuqoriga qarang, tepaga qarang. Biror nima tushib ketsa, shartta ilib oling, xo'pmi? Yuqoriga qarang. Dadasi. Umidim sizdan katta. Boy bo'lib ketsak, mana uylarni qaytadan remont qildiramiz. Yuqoriga. Dadasi, remont qilamiz. Yuqoriga qarang, dadasi. Ha. Tapishlarni almashtirib. Ay, boy bo'lib ketsangiz o'shadan tufli olasiz. Yuqoriga dadasi. Yuqoriga qarang. Ana dadasi, nima qildi? Ildingizmi? Tushmadimi? Bugun hammi? Mayli dadasi, yuqoriga qarang. Noumid shayton. Umidimiz katta sizdan. Hammaga kulgan baxt meni yerimga kulmaydi. Bashariyamizda kuladigan basharimizda. Ala dadasi, tushdimi? Tushmadimi? Nimaga hammaga tushgan narsa sizga tushmaydi? Yuqoriga qarang, yaxshiroq qarab yuring dadasi. Ana tushyapti. Ana. Nima ekan bu? Axlat tushibdi-ku. Hech bo'lmasa bir pishak tushsa ham mayli. You don't know.